BNG Productions namoyish etadi. Umid uchquni. Gans Christian Andersen ertagi asosida. Avec son frère le petit Pierre, mais la fée lumière un jour lui a donné un pouvoir qui fut un grand miracle, des allumettes pour se réchauffer. Elle vendit tant de petites boîtes qui ont changé sa pauvreté. C'est ainsi qu'Emma se retrouva transformée. Hamma narsa tayyormi? Ha oyijon, hammamiz poyabzalimizni taxlab qo'ydik. Qani ko'raylik-chi. Mana bu ortiqcha shippa kimniki? Meniki. Qorbobo aldaganimizni bilib o'tiribdimi? Bolajonim Pol, aldash yaxshi emas. Qorbobo baribir bilib qoladi. Men bo'lsam, u sezmaydi deb o'ylagandim. Yaxshilab eshitib olinglar. Ertaga yangi yil va sizlarni ajoyib sovg'alar kutmoqda. Ha oyijon, chunki biz ko'p mehnat qildik. O'qishimiz ham yaxshi, ustozlarimiz ham mamnun. Hammasidan xabarim bor, lekin ba'zi bolalarda shunday imkoniyat yo'qligi haqida ham o'ylab ko'ring. Ha, hamma ham biz kabi hashamatli uyda yashayotgani yo'q. Hozir och-nahor sovuqdan titrab turishimiz mumkin edi. Qor yog'ishini qarang. Mana bu gugurtga qarang. Bugun sizlarga gugurt tutgan qizaloq haqida gapirib bermoqchiman. Hali ham bo'lmadingmi? Buncha imirlaysan, ha? Ozgina qoldi. Tezroq qimirla. Hali borib gugurt sotishing kerak. Lekin bugun Shuning uchun ham chiqasan-da, chunki yangi yilda hammaga gugurt kerak. Qani bo'l, tezroq qimirla. mayli, yaxshi qoling. Unutma, hammasini sotib bo'lmaguncha uyga qaytmaysan. Eshitdingmi? Ha, dada, tushundim.